Xullas, bugun bizda bir oilada hech kim qilmagan rubrika. Polibom yutqizasan, part 1. Ketdi. Birinchi bo'lib Zidan chiqishini qaror qildi. To'xta. Yo'q, mana. Mana. Ha, bundaqmi sizda? Sizda bundaqmi? Achchiq kofe kettirga borgan bolalar yo'q. Hamma yutadi. Yo'q. Yo'q, hamma yutadi. Yo'q, nima? Hamma gunohlaringiz, so'zlaringiz menga yetgan. Yutgan yutish kerak. O'yinni suti shunda. Ko'rsatsan o'zing yutgan. Yo'q. Suv bilan kayf u bilan. Ikkinchi inson Shahruza. O'sha joyingdan bu yoqqa tursang ko'rinasan demoqchi. Tup. Очень вкусно, полезно. Qarzini bermayotgan Feras chiqadi. Tamam. Bu Darmanni smashlaydigan qolma mana. Emotsiyangiz bilan. To'xta. Nima ya? Suv bilan. So'y yedik aka. Qo'ysam qiynab. Bunaqa go'gekan. Go'gi kamen Ne bu qiziqadiganlar bor. Menga ne tiflatmadi? Nimaga bunga tiflatgan deb Ne bunga tiflatmadi? Ne tiflatsa aka, men tiflatsam yo'q, ha? Part 2da ko'rishguncha, xayr!